mana bu dazmollarni termostati bu materiallar uchun kerak. Ya'ni qanchalik g'ijimi ochilmaydigan paxtalimi shunaqa material bo'ladigan bo'lsa, soat stilkasi bo'yicha oldinga ko'tariladi, issiqlikni gradusda oshiradi. Sho'lq bo'ladigan bo'lsa, kuyadigan material bo'ladigan bo'lsa, orqaga tushirish kerak, burash kerak. Shunda issiqlik kamayadi. Keyin bunga distil suv solish kerak. Har qanday suvlar to'g'ri kelmaydi. Distil suv, yomg'ir suvi yoki maxsus bug'lantirib ajratib olingan suv distil hisoblanadi. Distil suv solmay boshqa suvdan soladigan bo'lsa, teshiklari bitib, tuz nakib bo'ylab qoladida, suv purkamay qoladi. Distil bo'lmagan suvda har xil mineral tuzlar borligi uchun mana shunaqa tiqilma hosil bo'ladi, hosil qiladi. Distil suvda hech narsa bo'lmaydi. O'lik suv hisoblanadi. Shuning uchun imенно dazmollarga distil suv solish kerak.